AQShda yo'lovchilardan birining telefonidagi azon ovozi sabab samolyotni favqulodda qo'ndirishdi. TRT nashri xabariga ko'ra, Southwest Airlines aviakompaniyasining Tennessee shtatidan Floridaga yo'l olgan samolyoti Atlanta aeroportiga favqulodda qo'ndirildi. Ma'lum bo'lishicha, parvoz paytida yo'lovchilardan birining telefonida namoz vaqtini kuzatuvchi ilovasi ishlab ketib, azon ovozi yangragan. Ekipaj esa buni xavfsizlikka tahdid deb qabul qilgan va ular dispetcherga xabar berib, shoshilinch tarzda qo'nishni amalga oshirgan. Maxsus kuchlar samolyotga chiqib, o'sha yo'lovchini hibsga olgan. Samolyot va uning bagaj qismi sapyorlar hamda kinologlar tomonidan tekshirilgan. Hech qanday xavf yo'qligi ma'lum bo'lgach, hibsga olingan yo'lovchi qo'yib yuborilgan. Aviakompaniya ushbu hodisani yo'lovchining xulq-atvori bilan bog'liq tushunmovchilik deb atab, boshqa yo'lovchilardan kechikish uchun uzr so'ragan. Amalga oshirilgan xatti-harakatlar esa shubhali vaziyatda zaruriy ehtiyot chorasi deya izohlangan.